Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va sizlar bilan yana shu Finance Muallim hammasi moliya haqida kanalida. To'g'ri eshitdingiz, kanal nomini o'zgartirdim va boshqa post yoki video orqali bu haqida ham to'liq ma'lumot berib o'taman xudo xolisa. Bugungi video darsimiz Financial Accounting fanining muhim bo'limlaridan bittasi uzoq muddatli aktivlarni hisobdan chiqarish va qayta baholash mavzusiga bag'ishlanadi. Va mazkur mavzu IAS 16 Property Plant and Equipment xalqaro moliyaviy hisobot standartiga asoslanadi. Va unda korxonaning asosiy vositalari moliyaviy hisobotlarda qanaqa baholanishi, hisobdan chiqarilishi va qayta baholanishi tushuntiriladi. Bugungi dars davomida biz uzoq muddatli aktivlarni sotish, foyda va zararlarni aniqlash, qayta baholash modellari hamda qayta baholangan aktivlar amortizatsiyasi masalalarini batafsil ko'rib chiqamiz. Keling endi bir boshdan boshlaymiz. Birinchisi hisobdan chiqarish tamoyillari, derecognition principles. IAS 16 standartiga muvofiq uzoq muddatli aktiv quyidagi ikki holatda balansdan chiqariladi. Birinchisi aktiv sotilganda, ikkinchisi aktivdan kelajakda iqtisodiy foyda olinishi kutilmaganda, ya'ni chiqindiga topshirilganda. Misol uchun bizda uskuna bor edi. Stabilizatorimiz ishlamay qoldi va yuqori kuchlanishni o'tkazib yubordi. Masalan, ichidagi platalar yoki ichidagi sxemalar kuyib ketadi. Masalan, yonib ketish holatlari ham kuzatilishi mumkin. O'shanda xuddi ustidan uskuna but-butunga o'xshab turadi, lekin undan hech qanaqa foyda chiqmaydi, hech qanaqa ishga yaramaydi. Shunaqa paytda disposal qilib balansdan chiqarilib yuboriladi. Yana bitta muhim qoida shundan iboratki, aktiv balansdan chiqarilayotganda uni boshlang'ich qiymati cost va jamg'arilgan amortizatsiyasi, ya'ni accumulated depreciation to'liq ravishda moliyaviy holat to'g'risidagi hisobot, ya'ni statement of financial positiondan olib tashlanishi kerak. Sotish natijasida yuzaga kelgan foyda yoki zarar bo'lsa, joriy yil foyda va zarar to'g'risidagi hisobot, ya'ni income statement yoki boshqacha qilib aytsak, P&L ga tan olinadi. IAS 16 standarti bo'yicha hisobdan chiqarishi quyidagi talablar mavjud. Birinchisi, aktiv sotilganda uni balans qiymati, shu carrying amount'i hisobdan chiqarilishi shart. Misol uchun bizda carrying amount'i $5000 mashina bor. Masalan, biz uni $4500 ga sotdik. Biz o'zimizga shu vehicle account'i $4500 ga shu kreditlab qo'ya olmaymiz. Shu carrying amount'i 5000 bo'lsa, shu 5000 ni to'liq shu disposal qilishimiz kerak. Bundan tashqari kelajakda iqtisodiy foyda olish kutilmaganda ham aktivni hisobdan chiqaramiz. Ya'ni yuqorida ham shu misol keltirdik. Masalan, uskunani masalan ishga umuman yaroqsiz bo'lib qoldi, o'sha paytda ham disposal qilamiz. Va uchinchisi, aktivni o'zi va unga tegishli jamg'arilgan amortizatsiyasi, ya'ni accumulated depreciation'i moliyaviy holat to'g'risida hisobot, ya'ni balance sheetdan olib tashlanishi kerak. Va oxirgi talab, sotishdan kelib chiqqan foyda yoki zarar joriy yilda foyda va zarar to'g'risida hisobot, shu income statementida aks ettiriladi. Foyda yoki zarari aniq va to'g'ri qayd qilish uchun amaliyotda disposal C account, ya'ni sotish hisob varag'idan foydalaniladi. Buni qanaqa hisoblaymiz? Aktiv sotilganda yuzaga keladigan moliyaviy natija, ya'ni foyda yoki zarar juda oddiy formula orqali aniqlanadi. Sotuvdan tushgan pul, ya'ni proceedsdan balans qiymat, ya'ni carrying amount ayirish orqali topiladi. Natija biz quyidagi 3 ta holatdan bittasini aks ettiradi. Birinchisi, agar tushum balansdan qiymat katta bo'lsa, foyda. Ikkinchisi, agar tushum balans qiymatidan kichkina bo'lsa, zarar va uchinchisi, agar ikkalasi teng bo'lsa, na foyda, na zarar, ya'ni P&L ga hech qanaqa ta'siri yo'q deb qabul qilinadi. Kelinglar endi aktiv va naqd pulga sotishni 3 ta qadamini ko'rib chiqamiz. Agar uzoq muddatli aktiv naqd pulga sotilsa, buxgalteriya hisobida 3 bosqichli jarayon amalga oshiriladi. Bularning birinchisi boshlang'ich qiymat hisobdan chiqarish, ya'ni debitda disposals va kreditda assets. Ya'ni asset bu aktiv, bu debitda ko'payadi, ya'ni normal debit account edi. Kredit orqali buni kamaytirib qo'yamiz. Ikkinchi qadam jamg'arilgan amortizatsiyani o'chirish, ya'ni aktivni o'zi chiqib ketyapti bizdan va unga tegishli boshqa ma'lumotlarni ham chiqarib olishimiz kerak. Debitda accumulated depreciation, ya'ni o'zi accumulated depreciation kreditda ko'payardi. Masalan, biz har yillik depreciationni o'sha debitda depreciation charge, ya'ni P&L ga ketadigan xarajat va kreditda uni yig'ilib borayotgan summasini kreditlab accumulated depreciationni yig'ib borardik va debit orqali chiqarib yuboramiz buni. Va oxirgi 3-qadamda sotuvdan kelgan tushumni qayd qilamiz, ya'ni debit bank account yoki cash va credit disposals. Keling, masalan, mana shuni yuqorida aytib o'tgan shu mashina misolida ko'rib chiqamiz. Masalan, kosti o'zi $7000 edi. $7000. Bizda accumulated depreciation bor. Masalan, yiliga $1000 dan depreciation charge bor va uni useful life 7000 edi. Biz buni shu 2 yillik accumulated depreciation hisoblab qo'ydik. 2000 yillik accumulated depreciation bor. Va biz sotdik uni, sales qildik. 4500 ga dedik masalan. 4500 minglik.
Lekin uni carrying amount'i o'zi $5000 edi. Mana chunki 7000 dan 2000 dan ayirsak $5000 carrying amount qoladi. Endi shu misolga mana 3 ta qadam qanaqa bajarilishini ko'rib chiqamiz. Mana birinchi shu non current asset o'zini. Non current asset ya'ni bizda shu vehicle narxi o'zi 7000 edi. Mana bizda birinchi qadamda kreditlaymiz buni. 7000 ga kreditlaymiz, ya'ni narxini chiqarib yuboramiz va biz disposal account ochamiz. Disposal account ochamiz va buni debitlaymiz 7000, ya'ni asset narxiga. Va ikkinchi qadamda biz accumulated depreciation ni chiqarib tashlaymiz. Accumulated depreciation. Accumulated depreciation 2000 edi, mana 2000 bizda. Buni debit orqali chiqarib yuboramiz 2000 va buni disposal account'i kreditiga yozamiz 2000. Va uchinchi qadamda biz uni sotdik 4,5 mingga, ya'ni proceeds bajarishimiz kerak. Biz yana bitta bank account ochamiz. Bank account. Biz 4,5 mingga sotdik, ya'ni 4,5 ming pul keldi bizga. 4,5 ming cash, ya'ni kredit bu debit balans va debitda oshadi va kreditiga biz disposals ishlatamiz, ya'ni mana disposalsga 4,5 ming yozamiz. 4,5 ming va umumiy balansini chiqarsak, mana 7000, bu yerda debitda 7000, kreditda 6,5 ming va bu yerda carried forwardda 500 kiritamiz. Ya'ni eng katta taraf 7000 edi. Tinglab qo'yamiz va buni carried down deb 500 o'tkazib qo'yamiz, ya'ni balans mana shu 500 bo'ladi. 500. Bu degani disposals, ya'ni debitda chiqsa, debit balansda chiqsa, bu xarajat bo'ladi, ya'ni loss bo'ladi. Agar kredit balansi bu yerda chiqqanida, bu yerda profit bo'lardi. Va shu hozirgi ko'rgan misolimizni shu oxirida balans chiqarib qo'ydi. Ya'ni balance on T account is a profit or loss on disposal. Ya'ni shu disposals account balansini chiqarish orqali foyda yoki zarar ko'rganimizni ko'rib olsak va tasdiqlab olsak bo'ladi. Mana biz aktivni pulga sotilishi qanaqa bajarilishi va qanaqa qayd qilinishini ko'rib chiqdik. Lekin ba'zi holatlarda, masalan, korxona eski aktivni topshirib, o'rniga yangi aktiv olishi mumkin va faqat oradagi farqini to'laydi. Va bu jarayon shu part exchange deb aytiladi. Keldi bu qanaqa amalga oshirishini ko'rib chiqamiz. Bu xuddi oldingidagi holatga o'xshaydi, lekin faqat 4 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda shu har doimgidek eski aktiv o'sha boshlang'ich qiymatini hisobdan chiqarilib yuboradi, ya'ni debitda disposals, kreditda asset cost. Ikkinchi qadamda shu assetda accumulated depreciation, ya'ni yig'ilib borilgan o'sha amortizatsiyasini chiqarib yuboriladi. Ya'ni debitda accumulated depreciation va kreditda disposals. Mana endi uchinchi qadamda eski aktiv uchun berilgan allowance, ya'ni yangi aktivni tannarxi sifatida tan olinadi. Ya'ni debitda non current asset cost va kreditda disposals. Ya'ni bu yerda debitda o'sha yangi aktivni tannarxi berilyapti va kreditda o'sha eski aktivni o'sha disposalsi olib kelinyapti. Va to'rtinchisida shu yetmayotgan summaga biz to'lov qilamiz va debitda shu non current asset unga qo'shib qo'yamiz, ya'ni qo'shimcha qiymatini, va kreditda bizda cash chiqib ketadi, ya'ni pul to'laymiz. Endi shu holatga bitta real life example keltirsam, masalan, bizning iPhone 16 miz bor. Masalan, 1 yil yoki 1 yildan shu muddatdan beri tutamiz va iPhone 17 chiqdi. 17 ga almashtirmoqchimiz. Nima qilamiz? Agar qayerdandir oladigan bo'lsak, doimiy xaridor bo'lsak, qaysidir magazindan shu magazinga borib, shu do'kon egasini agar tanisak, ya'ni tanishimiz bo'lsa, to'g'ri tanishimizga boramiz. Shu eskisini berib, narxlatib, orasida kelishtirib, masalan, narxini biz o'zimiz narx aytamiz, ular qanchaga olib qolmoqchi, keyin o'rtaga narxga kelishamiz va yengisi bilan shu kelishilgan narx o'rtasidagi shu farqini to'lab olamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa holat yuzaga keladi. Faqat buni biz shu buxgalteriyada qanaqa provodkalar berish orqali qayd qilinishini ham ko'rib chiqamiz. Keling, xuddi shu misolni olaylik. Mana bizda iPhone 16 bor. iPhone 16. Uni kosti, original kosti 1200. Shu 1200 ga olganmiz. Va accumulated depreciation. Accumulated depreciation deylik, masalan, $300. $300. O'shanda carrying amount bizda $900 bo'ladi. Va biz o'sha sotishga, ya'ni exchange qilishga kelishdik. Exchange va buni allowance shu $1000 dedi, masalan, o'sha $1000 ga olib qolaman dedi. Va iPhone 17 ni masalan narxini
1300 dedi deylik. Şimdi 1300. Ya'ni biz yana $300 yana qo'shimcha to'lashimiz kerak. Endi buni shu ketma-ketlik bo'yicha shu qanaqa kiritamiz? Mana birinchi bu shu iPhone alohida akkauntlarda ochib olamiz. Masalan, iPhone 16 deymiz. Buni kostini chiqarib olishimiz kerak. Ya'ni bu aktiv. Mana debitda o'sha disposal va kreditda non current asset. Biz kredit orqali kamaytiramiz shu 1200 ga narxini. Va bitta disposal akkaunt ochamiz. Disposal va bunga 1200. Va ikkinchi qadamda o'sha accumulated depreciation chiqarib tashlashimiz kerak. Mana accumulated depreciation chiqaramiz. Buni debit orqali chiqarib olamiz. Masalan, $300 degdik. Masalan, $300lik depreciationi bor va buni kreditga yozamiz disposallikini. 300. Va uchinchisida biz o'sha part exchange allowance kiritishimiz kerak. Bunda debitga non current asset, ya'ni bu yerda yangi shu iPhone 17 niki ketyapti. Ya'ni iPhone 17 ni kostiga, ya'ni shu $1000lik exchange qildik, ya'ni $1000 ga shu olib qoladi dedik. Shu $1000 ni bunga kiritib turamiz. Va kreditga disposal accountga shu $1000 kiritamiz. Mana $1000 bu yoqda ayiramiz. Ya'ni debitda mana bu ko'payardi. Mana kreditda o'shani 1200 o'sha minini bu yoqqa kreditlab qo'yamiz. Va to'rtinchi qadamda o'sha cash payment, ya'ni 300 yetmayapti. Masalan, narxi o'zi 1300 dedik iPhone 7 ni. Buni bank account orqali to'laymiz. Mana bank account yoki cash account. Bankda bizda pul chiqib ketadi. Ya'ni qo'shimchani $300 to'laymiz. Va shu $300 to'laganimizda o'sha iPhone 17 ni kostiga qo'shib qo'yamiz. O'shanda biz mana carry down shu 1300 bo'ladi. Bu yoqqa yetmayotgan tarafi va carried forward shu 1300 bo'lib, mana balansi shu 1300 narxi kelib chiqadi. Endi disposalskini buni ham balansini chiqarish orqali qancha foyda, qancha zarar ko'rganimizni topib olsak bo'ladi. Buning uchun bizda birinchi tenglashimiz kerak. Mana 1200 debitda, kreditda 1300 bo'lyapti. 1300 katta va yetmayotgan tarafida carry down deb, ya'ni 100 debitga kiritib qo'yamiz. Va bu diagonalga carried forward deb 100 bu yoqqa o'tadi. Ya'ni biz $100 ga foyda qilamiz. Chunki mana o'zi ko'rib tursiz, mana iPhone 6 ni kosti o'sha 1200 va accumulated depreciation 300. Va bizda carrying ham 900 edi, lekin 1000 ga olib qoldi va biz $100 foyda qildik. Mana shu orqali T accountlar va double entrylar kiritiladi. Va biz mana part exchange ham qanaqa amalga oshirilishini ko'rib chiqdik. Va xuddi shu oldingi holatdagi disposals account o'sha balansni keltirish orqali o'sha disposalsdan foyda yoki zarar ko'rganimizni aniqlab olsak bo'ladi. Kelinglar endi qayta baholash modeli, ya'ni revaluation model haqida gaplashamiz. IAS 16 standartiga ko'ra korxonalar uzoq muddatli aktivlarini tannarx modeli yoki qayta baholash modeli asosida hisobga olishlari mumkin. Bu degani tannarxda ketadigan bo'lsa, masalan, cost va undan har yillik depreciation ayirib carrying amount olib qolinadi va bunda revaluation, ya'ni qayta baholash amalga oshirilmaydi. Qayta baholashda bunda har bir muddatda, masalan, tayin qilingan muddatda 1 yil bo'ladimi yoki 2 yilda bir bo'ladimi, uni qayta baholab, qayta baholanganda masalan undan surplus kelib chiqadimi yoki shortage, masalan, narxi oshganda o'sha surplus qilib buni kapitalga qo'shib qo'yiladi. Odatda qayta baholash modeli yer va binolar uchun qo'llaniladi, chunki ularning bozor qiymati vaqt o'tishi bilan o'zgarib boradi. Agar qayta baholash natijasida aktiv qiymati oshsa, ya'ni yuzaga kelgan farq foyda sifatida emas, balki boshqa umumiy daromadli other comprehensive income tarkibidagi qayta baholash zaxirasi o'sha revaluation surplusda aks ettiriladi. Misol uchun, bizning yerimiz bor, o'sha land, va bu $500,000 deylik. Mana $500,000 yerimiz bor. Bu birinchi yildagi narxida, masalan, keyingi yil biz uni qaytadan baholatdik va endi bozor narxiga qarab bu ham oshadi. Masalan, $600,000 bo'ldi. Ya'ni shu bozordagi qiymatlarga qarab 600,000 ga baholandi. Va buni biz debitda o'sha land, ya'ni 100,000 ga oshdi, 100,000 va kreditda revaluation surplus deb buni return earnings ga ketadi.
va bu equityni komponenti hisoblanadi. O'sha kapitalni oshirib qo'yamiz. Bu yerda debitni o'sha assetni o'zini narxini oshiryapmiz va kreditni equityni oshiryapmiz. Chunki bu operatsiyadan, ya'ni P&Ldan kelgan foyda emas. Shuning uchun buni kapital orqali ko'rsatib qo'yamiz. Va shu o'rinda yana bitta muhim qoidani aytib ketsam, lend bu depreciate qilinmaydigan yagona aktiv turi hisoblanadi. Uni faqat revaluation qilish orqali narxi oshgan yoki kamayganini ko'rishimiz mumkin. Va aytib o'tganimizdek, eski narxi va revaluationdan keyingi narxini orasidagi farqini biz o'zimizga income sifatida tan ola olmaymiz. Qachonki biz sotsak, masalan, $600,000 ga baholatdik va o'sha sotganimizdagini o'sha qiymatni biz o'zimizga income sifatida, foyda sifatida qaytib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Aktiv qayta baholangandan keyin uni amortizatsiyasi qanaqa hisoblanadi degan savol tug'ilishi mumkin. Aktiv qayta baholangandan keyin amortizatsiya yangi qayta baholangan qiymat va qolgan foydali xizmat muddati asosida hisoblanadi. Bitta muhim qoida bor, agar aktivlar sinfi qayta baholansa, ushbu sinfga kiruvchi barcha aktivlar qayta baholanishi shart. Masalan, kompaniya biror bitta ofis binosini qayta baholamoqchi. Lekin u hamma binosini qayta baholash shart bo'ladi. Faqat bittasini qayta baholab, qolganini shunda qoldirib bo'lmaydi. Keling bitta misol ko'ramiz. Masalan, bitta bino bor. Uni kosti $100,000 va useful life 20 yil. 20 yil xizmat qiladi. Va depreciation straight line hisoblanadi. 100,000 shu 20 ga bo'lsa, shu $5,000 dan to'g'ri keladi yiliga. Va 4 yildan keyin kompaniya revaluation amalga oshiryapti. Va bozor qiymatida yangi narx 120,000 deb hisoblanyapti. Va uni useful life qolgan remaining olamiz, ya'ni 4 yil ketdi, 16 yil qoladi. 16 yil. Va uni yangi depreciationi mana shu qolgan yangi revaluation qilingan 120,000 bo'yicha va qolgan remaining useful life bo'yicha hisoblanadi. 120,000 ni 16 ga bo'lsa 7,5 $7,500 dan tushadi yangi depreciation. Bu new bo'ladi. Mana shunaqa tarzda hamma binosini shunaqa hisoblab chiqadi. Va shu joyda bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Shu qayta baholash natijasida yuzaga kelgan qo'shimcha amortizatsiya summasi har yili revaluation surplusdan retained earningsga o'tkazilishi mumkin. Nega buni qilinadi? Qayta baholash natijasida aktiv qiymati oshadi. Shu o'sish hisobiga amortizatsiya ham oshadi. Va bu oshgan amortizatsiya real operatsion xarajat emas. Bu shuning uchun buni daromad hisoboti, ya'ni P&L orqali emas, kapitali ichida tartibga solinadi. Ya'ni shu oshgan eskirish xarajatini surplusdan ayirib ko'rsatiladi. Va bu optional policy hisoblanadi. Ya'ni ixtiyoriy, agar kompaniya o'zi xohlasa qiladi, xohlasa qilmaydi. Hech qanaqa majburiyat yo'q. Endi qayta baholangan aktivni sotishni qanaqa qayta qilamiz degan savolga javob berib o'tamiz. Qayta baholangan aktiv sotilganda sotuvdan foyda yoki zarar ko'rilganligi balans qiymati carrying amount asosida aniqlanadi. O'sha oldin shakllantirilgan revaluation surplus to'liq ravishda retained earningsga o'tkaziladi. Ya'ni provodkada debitda revaluation surplus, ya'ni revaluation surplus ham bu equity capital bitta komponent edi va bu ham kreditda oshardi. Debitga o'tkazib uni kamaytirib qo'yamiz va kreditda retained earnings boshqa, ya'ni kapitalni boshqa komponentiga qo'shib qo'yamiz. Sal yuqorida ham aytdik, revaluation surplus hosil bo'lganda shu oshgan qiymatni biz o'zimizga foyda qilib ko'rsatib qo'ya olmaymiz. Ya'ni biz hali qo'lga kiritilmagan foyda bo'lardi, ya'ni unrealized profit bo'lib turardi. Mana qachonki biz sotganimizda buni to'lig'icha shu o'zimizga shu profit qilib ko'rsatishimiz mumkin. Lekin bu summa foyda va zarar hisobotidan o'tmaydi, balki to'g'ridan-to'g'ri kapital tarkibida qayta taqsimlanadi. Ya'ni bu operatsiyadan kelmayotgan foyda bo'lgani uchun o'sha kapitaldan kelayotgan o'sha foyda sifatida o'sha retained earnings, ya'ni to'planib boruvchi o'sha foydalarda ko'rsatib qo'yiladi. Endi kelinglar standartga muvofiq depreciation, revaluation va disposal qilingan non-current assetlarni qanaqa ma'lumotlari yoritib berilishi kerak. Ya'ni shu IAS 16 talabiga muvofiq moliyaviy hisobotlarda quyidagi ma'lumotlar oshkor etilishi kerak. Birinchisi bu aktivlarni baholash asoslari va amortizatsiya usullari va foydali xizmat muddati. Keyingisi davr boshidagi va oxiridagi qiymatlar va aktivlar harakat jadvali, ya'ni reconciliation schedule.
va yana boshqa muhim va qo'shimcha ma'lumotlar. Chunki bu qo'shimcha ma'lumotlar moliyaviy hisobot foydalanuvchilari uchun to'liq va ishonchli axborot taqdim etib, shu shaffoflik va haqqoniylikni ta'minlab beradi. Darsimizni oxirida movement schedule nimaligini ko'rib o'tdik. Ya'ni movement schedule'da qanaqadir non-current asset'ni quyidagi ma'lumotlarni ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni addition, masalan bizda bino bitta klass olsak, masalan bino deb olsak, ya'ni buildings, biz yana qo'shimcha yana purchase, sales yoki construction, qurgan yoki yana sotib olgan binolarimizni ko'rsatamiz, ya'ni ko'paygan yoki disposal, qanaqadir binolarimizni sotib yubordik. Yoki revaluation, agar biz o'sha revaluation metodida agar har nechadir yilda agar uni revalue qiladigan bo'lsa, unisini ham ko'rsatib o'tamiz. Va depreciation, ya'ni yillik eskirish xarajatlari. Buni komponentlariga birinchisi shu cost, ya'ni uni narxlari va balance brought forward, ya'ni carried down, ya'ni boshlanish va yil boshidagi va yil oxiridagi balansli va revaluation surplus, ya'ni shu revaluation qilish natijasida agar surplus, ya'ni narxi oshgan bo'lsa, u qanchaga ya'ni oshdi, ya'ni shu surplusni ham ko'rsatib o'tiladi. Va bu quyidagi jadval orqali tasvirlanadi. Buni yana ham chuqurroq misollar yetish orqali tushunib olamiz. Shu bilan bugungi darsimizga nihoya yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha